يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hürmetli qarindoshlar. Biz ko'pincha vaqtlarda sanchu, uchu deb boshqalardan hisob elishga, boshqalarning atganlarini, qilganlarini o'lchashga jing tarozi bilan jinglashga nihoyat amroq kelamiz. Ammo menchu, o'zimchu deb o'zimizdan hisob elishga kelgan chog'da sal qaraymiz. Bu bexatarlik ahvol. Endi men mushni anglagan har bir qarindishimdan o'zimdan so'rab boqay. Biz mush yoshqichilik yashab, bir qitim zodi samimiy o'ltirib, o'zimizdan hisob etib baqdikmi? Qilganlarimizdan, atganlarimizdan, ishganlarimizdan, yeganlarimizdan, deganlarimizdan, anglaganlarimizdan, mas'uliyatimizdan hisob etib baqdikmi? Samimiy bo'ldikmi? Agar buni qilmagan bo'lsak, hisob olmagan bo'lsak, mana bu oldimizdagi Ramazon o'zimizdan hisob oladigan, nafsimizdan hisob oladigan eng yaxshi fursat. Bu nafsining hisob elish, nafsdan hisob elish, o'zni hisob elish bu bak muhim bo'lganlikdan Alloh subhanahu va taolo nafsi bilan qasam qildi qarindoshlar. Va nafsi va ma sawaha, nafsi bilan qasam devat Alloh subhanahu va taolo. Nafs uchun ikki yo'l bor qarindoshlar. Taqvoli qo'yli. Buni tutgan odam dunyo oxiratda baxtli, saodatmand kishilardan bo'ladi. Buzuqchilik yomon yo'l. Buni tutganlar dunyo oxiratda xonavayron, xor zabun bo'ladi qarindoshlar. Nafsining kayni kirganlar, o'zidan hisob olmaganlar pushaymon foyda bermaydigan shundoq bir kunda qattiq pushaymon qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'sha ko'rinishni bizga tasvirlab shundoq deydi. Taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah وَإِن كُنتُ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Allah'ın haqqida ketkizib qo'yganlarim uchun mas'uliyetsizlik qilganligim uchun voy sit. Ya nadamat, hay hasrat deb ajoyib bir hasrat chekib, voy men nima deb ashu bu masalaga sal qaragan, masxirlik bilan qaragan, yengillik bilan qaragan kishilarning qatoridan bo'ptikan men emasmi voy isi deb mushunda hasrat chekinadigan bir kun va deb Alloh shu kunni bizga jonliq tasvirlab beradi Qur'oni Karim orqali. Allah subhanahu va taolo deydi: "Val tanzuru nafsum ma qaddamat lighat." Her bir nefs, yani her bir insan, men, siz, her bir müminler özünün et üçün nemi tayyorlaganligiga qarab baxsun deydi qarindoshlar. Yani o'zinglardan hisob elinglar. Mahsharga maydoniga yig'ilgan vaqtinglarda nama amal daftaringlar jing taroziga qo'yilib jinglangan vaqtida Allah subhanahu va taolaning oldida turib hisob beradigan shu kunlar uchun sizlar nima tayyorladinglar? Qani sizning qilgan ishinglar o'zinglardan bir hisob etib beqinglar deydi. Jonijon suyumlik payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizning o'zimizdan hisob elishimizning muhimligi, balki hisob olgan musulmon bilan hisob olmagan musulmonning farqini bayon qildi. O'zini hisob olgan odamni aqlli dedi, hisob olmagan odamni bechora dedi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut.
والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. Aqlliq odam bo'lsa, o'zidan hisob olgan odamdir. Va o'limdan keyingi ishlar uchun yaxshi amallarni qilgan odamdir. Mana bu aqlliq odam. Ammo ojiz bechora, ya'ni aqlliqning aksi odam bo'lsa, nafsini havoyi havasning quli qilib bergan. Anondan keyin Allohdan quruq orzularni kutgan odam dedi. Amal qarindoshlar, quruq. Biz bu nafsning xohishiga kirib, o'zimizdan hisoblamay keyin voy Alloh sil g'afurur rahim, rahmonir rahim deb Allohdan quruq orzuni qilsak, biz ahmoq bo'lib ketamiz qarindoshlar. Endi bu o'zidan hisob olmaslikdan qanday ahvol kelib chiqadi desa, qalbning o'lishini keltirib chiqardi dedi qarindoshlar. Ibn Qayyim Javziy rahmatullohi alayh inson o'zidan hisob olmaslik va nafsiga berilish, havoyi havasning kayniga ergishish insonning qalbining o'lishini keltirib chiqardi degan qarindoshlar. Astagfirullah. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu o'zining qo'l ostidagi amaldorlar xat yozsa, muqaddimasiga mundaq yozadi: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Zinu a'malakum qabla an tuzanu. Wa'lamu anna malakal maut takhattana ila ghayrina wa sayatakhatta ghayrana ilayna falyakhudhul hadar falta'khudhul hadar. Sizlar o'zinglardan hisob berishdan burun o'zinglardan hisob elinglar deydi. Ya'ni sizlar qiyomat kunsi hisob berishdan burun eng yaxshisi hozir o'zinglardan hisob elinglar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda dedi: Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba. Ey inson, nam amal daftarini o'zing o'qi, o'zing hisobla deydi. O'zing o'qib, o'zing bir hisobingni qila deb qiyomat kunsi Alloh subhanahu va taolo bizga shunday deydi ekan. Hey bu buludu canım qarindoshlar, mayli xolayli, xolamayli buludu. Chuqum har bir Alloh dedi, mushunda deyildi insonlar dedi. O'zining qilgan qilmishini, o'zining nomi amal daftarlarini o'zlariga o'qitib saldi ekan Alloh subhanahu va taolo. Mushunda kun kelganiga biz ishongan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolaning Qur'oni Karimga Allohning kalomi deb ishongan bo'lsak, voy bizga nayti bir necha kun, bir necha oy, bir necha yildan keyin mushunda o'qa deyilgan bo'lsa, hozir nomi amal daftarlarimizni o'qib, o'zimizdan hisob olmasak bo'landa, mushu Ramazondak ulug' kunlarda o'zimizdan hisob olmay g'aflat ichkasak bo'landa qarindoshlarim, shuning uchun mana bu so'zlarni qilib o'tiribdiman. Qiyomat kunsi, ya'ni Umar roziyallohu anhuning so'zi. Hisob berishdan burun o'zinglardan hisob elinglar. Ey xaloyiq, nomi amalinglar jinglanishdan burun o'zingni bir jinglab ko'ringlar. Shuni bilib qo'yinglarki, bugun Azroil bizdan atlab boshqalarning qishig'i o'tib jinni oldi. Ata boshqalarni atlab bizning jinimizni og'ilib keladi. Qattiq hazar aylanglar deb Umar roziyallohu anhu mana shunday ogohlantirdi qarindoshlar. Ahnab ibn al-Qays degan zot har kashda o'zining qo'lini chiroqning ustiga qo'yib, "Sen paloni kunda kishini nima uchun qildi? Sen paloni ishni paloni kuni nima uchun qilding?" deb o'zidan hisob oladi qarindoshlarimiz. Demak, biz bu Ramazonda o'zimizdan hisob elish, nomi amal daftarlarimizni oldimiz qo'yib varaqlab ko'rish, samimiy bo'lish bu har bir mu'min musulmon uchun ajoyib bir muhim masala. Endi qarindoshlarimiz deyishimiz mumkin, men o'zimdan qanday hisob olaman? Buning tartiblari qanday bo'ladi deb. Oldi bilan qarindoshlar, biz Alloh bizga farz qilgan farzlardan hisob olishimiz kerak.
Bizningki tavhid e'tiqodimiz qandoq? Bizning qilayotgan ishlarimizda, e'tiqodimizda, ish harakatimizda shirik bormi yo'qmi? Namaz, farz namazlardan hisob etishimiz kerak. Biz namozni qanday o'qiyotimiz? Namozni xushu, xudu bilan Alloh aqib namozni zodi samimiy astoydil o'qing degan qanday o'qiyotimiz? Ro'zani qanday tutyapmiz? Allohning diniga jinimiz bilan, milimiz bilan xizmat qilyapmizmi, qilmayapmizmi? Mana bu bir qator masalalardan hisob olishimiz kerak o'zimizdan. Ikkinchisi, Alloh cheklagan ishdan yondiqmi, yonmadikmi? Biz shu Alloh cheklagan ishni qilib qolgan bo'lsak, darhol tövbe qilib va shu ishlarni juydigan cho'ng-cho'ng savob ishlarni qilishimiz kerak. Üçüncüsü, en xatarlik iş biz g'aflat yashab ketamiz qarindoshlar. Biz qanchalik g'aflat yashab o'tkazib o'tdik. Mush ömrümüzden qandaq bir ishlarga sal qaradik. Hey, o'ylab baqili. Bizning ota-onamizning haqqini ado qildikmi, qilmadikmi? Ailedeki mas'uliyetimiz, dadı bo'lsak dadılık, ana bo'lsak analık, balı bo'lsak balılık mas'uliyetimizni ado qildikmi, qilmadikmi? Qo'shindochilik majburiyatimizni ado qildikmi, qilmadikmi? Bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan islom ummatiga bo'lgan islom ummatining bizning ustimizdagi mas'uliyatni ado qildikmi, qilmadikmi? Mushundaq musulmonlar beşer kun tushgan. Kız oğullarımız qarang'i zindonlarda yetayotgan. Bu qeri cho'ri bechoralar zulm ostida ingrayotgan mushkullarda biz nima ish qildik, mas'uliyatni ado qildikmi, qilmadikmi? Mush dinimizni qarta mas'uliyatimizni ado qildikmi, qilmadikmi? Mana bu haqda hisob berishimiz kerak. Ondan keyin biz ko'zimizdan hisob olishimiz kerak. Qanchalik harom ishlarga qaradik, qanchalik yaxshilar qaramadik. Quluqimizdan hisob olishimiz kerak. Qanchalik yomon ishlarni angladik, qaysi yolg'on gaplarga quloq soldik, qaysi g'ayvatlarga, qaysi chiqimchiliklarga, qaysi yomon ishlarga quloq soldik, yaxshi ishlarga quloq solmadik. Alloh rozi bo'lgan gapga quloq solmadik. Bundan hisob olishimiz kerak. Ma tilimizdan qarindoshlar, bizni do'zaxga tushirayotgan nurg'un odamlarni do'zaxga tik tushirayotgan ma tildan hisob oldikmi? Bu tilda haq gap qildikmi, qilmadikmi? Haq gap qilgan joyda. Bu tilda Allohning dinini yetkіздikmi, Allohning zikrini qildikmi yoki g'aybat, shikoyat, ko'ranmaslik, suxanchilik, boshlarni kaynin gap tepish, tuhmat qilish, yolg'on so'zlash, nohaq gaplar, ya Alloh, mushundan hisob oldikmi qarindoshlar? Qo'limizdan-chu. Bu qo'limiz orqali qanchalik odamga aziyat berdik, qanchalik odamga zulm qildik, buningdan hisob olishimiz kerak. Bu putumuz-chu. Qanchalik Alloh rozi bo'lgan yo'lda mangmadik, qanchalik Alloh rozi bo'lmaydigan yo'lda mangdik. Buningdan hisob olishimiz kerak qarindoshlar. Hey, o'ylab baqinglar. Biz 20 yil yashagan bo'lsak, 20 yilni biz 7-8 ming kun desak, her bir kunda en az bo'lganda birdan gunoh qilsak 7-8 ming gunoh qildik degan bo'ldi qarindoshlar. Agar bir 40-50 yil yashab qolsak, 40-50 yilni kuniga sundursak qarindoshlar, kunliga birdan gunoh qilgan bo'lsak 30-40 ming gunoh chiqmamda bizdan. Mushunga tövbe qildikmi, qilmadikmi? Ho'ytiq bir kunda qanchalik gunoh qilganini bir Alloh biladi qarindoshlarim. Hisob olmaymizmi? Chuqum biz o'zimizdan hisob olishimiz kerak qarindoshlar. Bir ishni qilishdan burun hisob olishimiz kerak. Agar u ish bizning dunyo oxiratligimiz uchun foydali bo'lsa, u ishni qilishimiz kerak. Agar qilmoqchi bo'lgan ish dunyo oxiratligimizga ziyon keltiradigan ish bo'lsa, qilmasligimiz kerak. Qilayotgan ishimiz, o qilmoqchi bo'lgan ishimiz Alloh rizoligi uchun bo'lsa, qilishimiz kerak.
ko'nglimizda boshqa niyatlar bo'lsa, bu ishni qilishdiki, uni qilmasligimiz kerak. Ishni qilib bo'lgandan keyin yana hisob, har bir ishni qilib bo'lgandan keyin hisob berishimiz kerak o'zimizdan. Bu ishni nima uchun qildim? Bu ishda mas'uliyatsizlik qildimmi yoki to'liq mas'ulligimni ado qildimmi? Ishni qilib bo'lgandan keyin bu ishni yaxshi qilib davomlashtirirdimmi yo tashvatdimmi? Bu ishni qilganim yaxshi bo'ldimi yo qilmaganim yaxshi bo'ldimi? Bu ishga gumonliq, Alloh rozi bo'lmaydigan ish aralashmadimi? Shubhi bormi yo'qmi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Va man waqa'a fi shubat faqad waqa'a fil haram" degan. Shubhi ishni qilgan odamlar, harom ishni qilgan odamlar degan qarindoshlar. Ey, qancha namoz, farz namozning vaqtini o'tkazib o'qidik. Qancha jumalarni o'qiyamdik. Nurg'un mas'uliyatlarimizni ado qilamadik. Nurg'un yaxshilarga g'ururlik qildik. Nurg'un Alloh rozi bo'lmaydigan yomon ishlarga beshimizni cho'kirib turdik. Dinimiz bizga eng ehtiyojli chaqda biz o'zimizni chetga oldik. Allohdan qo'rqishga tegishlik o'rinlarda Allohdan qo'rqmay insonlardan qo'rqdik. Ota-onamizni nechqatam qaqshatdik. Oila vajoqimizga, bolalarimizga, ayollarimizga, aylarimizga qanchalik zulm qildik. Ojiz miskinlarga yordam qildigan vaqtda yordam qilmadik. Qanchalik odamlarga zulm qilib soldik. Mana bu Ramazonda siz cho'qim o'zimizdan hisob olishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu dunyoda bugun borman, ertam gumon. Oxiratni o'ylab bugun qo'rqdim yomon. Tobutimni ko'tarsalar barzax tomon. Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Bu dunyoda bugun borman, ertam gumon. Oxiratni o'ylab bugun qo'rqdim yomon. Tobutimni ko'tarsalar barzax tomon. Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Yig'layapman, yig'lashimga bordir sabab. O'lim hidi anqib qoldi mendan ajab. Ajal kelsa ko'kragimga hanjar qadab. Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Yig'layapman, yig'lashimga bordir sabab. O'lim hidi anqib qoldi mendan ajab. Ajal kelsa ko'kragimga hanjar qadab. Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Holimnidir o'lim tashrif qilgan sana. Omon qoldi lahat ichra qaybir tana. Bu dunyoda mendan yomon kim bor yana? Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Holimnidir o'lim tashrif qilgan sana. Omon qoldi lahat ichra qaybir tana. Bu dunyoda mendan yomon kim bor yana? Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Nazar solgin sham olovning o'ynog'iga. Chidolmaysan bir lahzalik qaynog'iga. Dosh berolmam jahannamning qiynog'iga. Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Nazar solgin sham olovning o'ynog'iga. Chidolmaysan bir lahzalik qaynog'iga. Dosh berolmam jahannamning qiynog'iga.
tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Qabrim kutar dunyo quvib jonim halak. Safar olis sarmoyadan yo'qdir darak. Ostonamda jonim uchun kelgan malak. Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam. Bu dunyodan ketay ukam ko'ngil to'lib. Hech bo'lmasa ketar chog'im xursand bo'lib. Do'stman deding biror marta do'stlik qilib. Tahajjudda duo qilib qo'ygin ukam.